Minecraft o'ynash yaxshi. Modlar bilan o'ynash undan-da yaxshi. Bugungi videoda men Minecraft Bedrock uchun mo'ljallangan top 5 ta modni obzor qilib ko'rsataman. Ha, aytgancha, ushbu videoda ishlatilgan modlar bir tochkaga birinchi versiya uchun mo'ljallangan. Unda gapni cho'zib o'tirmasdan, tezroq videoni boshlaymiz. Birinchi mod bu qirollar modi. Bu modda juda ko'p turdagi qirollar mavjud va siz ularni o'zingiz xohlagandek sozlashingiz va bezatishingiz mumkin. Lekin bu hali hammasi emas. Bu mod sizga 10 dan ortiq tanklar, samolyotlar va vertolyotlarni ham qo'shadi. Hatto unda pulemyotlar, harbiy kiyimlar va turli resurslar ham bor. Qisqasi, bu mod bilan Minecraft butunlay urush o'yiniga aylanadi. Agar siz PUBG yoki Counter kabi o'yinlarni yoqtirsangiz, unda bu mod aynan siz uchun. Keyingi mod bu Bugatti modi. Bu mod sizga Minecraft ichida haqiqiy Bugatti mashinasini qo'shadi. Siz bu mashinani haydashingiz, tezligini sinab ko'rishingiz va dunyo bo'ylab juda tez harakat qilishingiz mumkin. Eng zo'ri, bu mashina juda realistik ko'rinadi va u o'yin ichida alohida vibe beradi. Agar siz tezlikni va qimmat sport mashinalarini yoqtirsangiz, bu mod siz uchun juda mos keladi. Keyingi modimiz bu Biomes modi. Bu mod Minecraft dunyosiga yangi va juda chiroyli biomlarni qo'shadi. Siz o'rmonlar, cho'llar, tog'lar va boshqa turli xil yangi joylarni kashf qilishingiz mumkin. Har bir biom o'ziga xos ko'rinishga ega bo'lib, o'yinga butunlay yangi atmosfera beradi. Agar siz sayohat qilishni va yangi joylarni kashf qilishni yoqtirsangiz, bu mod siz uchun juda zo'r va mos keladi. Keyingi modimiz bu Furniture modi. Bu mod sizga Minecraft ichiga turli xil mebellarni qo'shadi. Masalan, stol, stul, divan, televizor, kreslo va yana ko'plab uy jihozlarini qo'shishi mumkin. Bu orqali siz o'z uyingizni yanada chiroyli va realistik qilishingiz mumkin. Agar siz qurishni va chiroyli uylarni yasashni yoqtirsangiz, bu mod siz uchun aynan mos keladi. Ha, bu mod o'sha mashhur etik kiygan mushuk multfilmidagi personajlarni qo'shadi. Va siz etik kiygan mushuk, bo'ri va boshqa personajlarga aylanishingiz mumkin va ular ishlatadigan qobiliyatlarga ham ega bo'lasiz. Siz ularni bir-biri bilan urushtirishingiz yoki o'zingiz ham jang qilishingiz mumkin. Agar siz action va multfilm olamini yoqtirsangiz, bu mod sizga aniq yoqadi. Do'stlar, agar video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang va shunday qiziqarli videolar yana chiqishi uchun kanalga obuna ham bo'lib qo'ying. Video ishlatilgan modlarni men o'zimning Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Telegram kanaliga havola esa video ostida va kommentariyada bo'ladi. Tomosha uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha